Sarsenbayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonish mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Og'riq his qilyapti chog'i. Sariq nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek u yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Balki bar ko'rib bekor qilishi ham mumkin, shuning uchun kutaylikchi, mana referi ham aytayapti. Ko'ryapti. Tekshiramiz. Mayli. Mana bunday harakat kerak emas, Sodiq. Xo'p, emotsiyaga berilmaymiz. Shumi? Bu bo'lsa lekin bu hech narsa emas. Hop yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtib yubordi. Ya'ni agar qo'lini ushlab turib tirsak richagini tortganda, ana uni deb qo'shilsa bo'lardi. Lekin bu yerda inersiya bilan harakatlar emasmi endi? Yo'q, menimcha bekor qilinadi, sariq kartochka beriladi. Ha, ozgina intizomni buzdi, lekin unaqa jarohat yetkazadigan qo'rqinchli harakat qilgani yo'q. Bu qizil emas. Finalda bu qizil emas. Balki yordam o'sha assistentlar shuni tushuntirishayotgandir. Yaponiya va Xo'p, men o'sha atayinlikni Avstraliyalik atayin harakat qilmagandek. Avstraliya va yaponiyalik mutaxassislar o'tirishibdi. Qaroq qolyapti menimcha. Ha? Nima bo'ldi? Qolyapti. Qizilni qoldirdim. Ha, do'stlar, kutilmaganda Sarsenbayev qizil kartochka olib maydonni tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing yog'iga javob beraverasan deyapti. Ismoilov tushunish mumkin. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazgan futbolchilardan biri va hozir ham u yerda u atayin qandaydir harakat qiladi. Ha, biroz qandaydir chegara ustida o'ynadi. Ammo lekin boshqa narsa borki, hozir yanada chipslashamiz. Endi ko'payib ketmasin, iltimos. Muhammadali Musaxonov tegmadi. Buni ko'rdim, chunki kadr juda tez o'tib ketdi. Lekin o'sha harakatni bir zoomda ko'rgandek bo'ldik. Mana. Endi yelka tag'in ham qo'l bo'lganda ham mayli. Endi o'yna deyapti hakam. Yo'q, o'yna demayapti hozircha. Tushuntiryapti. Og'zak. Mayli, bunisiga rozimiz, chunki epizod tugab bo'lgandan keyin futbolchimiz ozgina ehtiroslarga berilgani bor gap. Muhammadaliga to'g'ri qildi hakam gapirib. bizga tanaffus kerakroqdek, chunki futbolchilar boyagi hakamning qizil kartochka qaroridan tabiiyki ta'sirlanishdi, ular norozi va keyingi epizodlarga bu ta'sir o'tkazyapti. Ya'ni futbolchi oshirib yuboryapti bu yerda endi tabiiy. Hozir nima qilishyapti? Jarrohlik amaliyoti o'tkazishadi o'sha yerda. Skalpel. Hozir bizga mana nihoyat muxlislarimiz namoyish etilyapti, lekin qachon namoyish etilyapti? Qizildan keyingi kayfiyat. Voy, xursandchilik emas. Mayli, bu yerda qarang, bizga tanaffus kerak shubhasiz va bizga hujumchi kerak. Ketdi mana. Bo'sh kelish yo'q. Bayroqlar, do'ppilar va hayqiriqlar eshitilib turibdi. Eng muhimi shu. 45-daqiqa. Boshqa futbolchilar bor o'sha. Raqibga imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga.
hakamni. Hakamga. Endi bu yerda ham ko'ramiz vaziyatni. Hozir biz ham tekshiramiz deyapti tushkunlikka yana. tushmaylik, ko'raylik. VAR bekor qilishi mumkin. Birinchidan ofsayd bo'lishi mumkin. Birinchisi. Endi Bunisi to'pga tegmabdi-da. To'pga tegmadi. Bunisida qo'shilsa bo'lar balki. Mana. Shunisida bermasa bo'lardi, boyigisida nohaqroq tuyulgandi. yo'q, endi bunisi 9 futbolchi bo'lib qolyapmiz. Haligi Saudiya nima? Qiziq vaziyat, hali ham tekshirilmoqda. Har holda shunday ma'lumot turibdi ekranda. Mana burchakda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qizil kartochka tekshirilmoqda, lekin hakam qo'li bilan nimani ko'rsatyapti? Futbolchiga chiqishni ko'rsatmoqdami? Qizil kartochka qoldi qaror. Orif bitta narsa, biz hozir tushkunlikka tushmagan holda variant bitta qolyapti. Mana yigitlar ham shuni gaplashyapti. Bir taymni o'ynab bo'ldik. Qo'shimcha taymlar yo'q. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarni yutib ketamiz nasib bo'lsa. Nasib, mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar, ularga bo'layotgan voqealar biz kuzatib turib shuncha hayajonlanyapmiz maydonda, keskin ta'sir qilishi mumkin. Rahmat, bu Miraz Abdukarimov. Finallarda bunaqangi holatlar yuzaga kelishi o'z kam uchraydi. Ikkita qizil umuman futbolda kam uchraydigan holat. Ayniqsa bir taymda orasi qancha bir 5-10 daqiqa. Bir tomonga xullas, endi rostdan ham ikkinchisida biroz kech qolgandi futbolchimiz. Sariq bilan cheklansa bo'lardi desak ham, Birinchisini hisobga olib, taroziga solib, ikkita bu o'yin buzilib qolishini inobatga olib. hakamlar ba'zida shunday tahlil qilishadi-yu, o'zlari, biz emas. Mayli, kuzatamiz. Jarima zarbasi. Gol o'tkazmasak bo'ldi. Yo'q. Penalti berib yuborsa deb qo'rqib turganimiz. Bo'ldi. Birinchi taymni o'tkazib oldik. 2 kishi kam. Voy, mana imkoniyat. O'ng qanot. Tursa shunday sinardi. Qiyinda chap boryapti Hasanov. Bu ham qizishib ketmasligi kerak. Hadi Matari, 10-chi Abdulrahmon Sufyani, 11-chi Sabri Dahal, 12-chi raqamda Odil bin Hiban, 18-chi Abdulaziz Al-Fawwas, 20-chi raqamda Abu Bakr Sayyid bo'lyapti bu yerda. Hakam vardagilar bilan muloqot qilayotganga o'xshaydi, lekin hali ma'lumot berilmadi. O'sha jarima maydonchasi ichida nimadir yuz bergan bo'lishi mumkin. Biz ichkarida edik, ya'ni hujumda edik. Qani. Hop, ushlab. Endi nima ko'rib chiqilayotgan? Endi 3-qizilni ko'rmayotgandir. Tomosha qilamiz. Penalti ehtimoli. Qo'rqib ketdim. Penalti ehtimoli ko'rilayotgan ekan, do'stlar. Ana shu juda ham muhim. Hakam Shammari keldi. O'zbekistonda uni hozir uncha yoqtirmay turishdi, balki hozir sal joyiga tushar. Qani ko'raylikchim. Xo'p, qo'l bilan harakat bo'lgan bo'lishi mumkin. Qani. O'ziga biroz to'g'rilab olgan bo'lishi mumkin-da futbolchi. Notabiiyda qo'l aynan yo'naltirilyapti. Kengaytirilgan. Agar tekkan bo'lsa bu penalti, do'stlar. Endi hozir 100% aytish qiyin bo'lyapti. To'p yo'nalishi o'zgardimi yo'qmi? Bu rakurs. Tegibdi. Tekkandek. Endi hakam hozir qaror qabul qiladi. Tomosha qilamiz. 19-raqamdagi Azizbek Erimbetov kurash olib borgan, oxirigacha borgan va Yazid. Mana.
Ha, stop kadr. Penaltilar orqali yutib ketamiz deganimda Ko'plikda. mana bu penalti bo'lishini bilmagandim, lekin bunaqa variantga ham rozimiz. Ha, Agar bersa. qani. Xo'p, qatarlik referi. Endi ha? siz qanday qaror qabul qilasiz? 4 burchak chizadi. Hali ham penalti! Oo, Shamari Kurashamiz. Kim? ko'rsatyapti. Muhammad Alini aytdimi? Musoxonov yo Ha. Muhammad Habibullayevni aytdi menimcha. Muhammad Habibullayevni aytdi. Xo'p, 10-raqamdagi Muhammad Habibullayevni alohida namoyish etishdi ham. Mana o'sha vaziyat, qo'l chiqarildi tepaga mana. Va teginish bor. Hasanov. Qo'l mana ko'rsatib beryapti. Islombek Ismoilov, umidimiz paydo bo'lyapti, faqat ijro etish kerak-da bu penalti. Aliyevmi? Yo, Habibullayev, hozir. Kim bo'lsa ham, endi Habibullayev tepadi degan taxminim bor, lekin Aliyev to'purar. Ortda Habibullayev adashmasam va Va to'p oldida himoyachi Hakim. Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Gol! Do'stlar, 1-0 O'zbekiston oldinda. mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaqadir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana nima uchun sabr qilish kerak qiyinchilik payt va kurashish kerak uni yengib o'tish uchun. Ha. Lekin asablaringga qoyil Muhammad. Boya murabbiy Muhammad dedi-da, endi hujumdagilarni nazar Ha. tutiladi-yu. Aha. Mana Demak, Hakim nazar tutilgan. ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yyapti. Ha. Aynan ongli ravishda. Baraka top. Endi himoyaga yot. Hech narsa emas. Bugun aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, Qarang, boya aytganimizdek. umuman Darhol vaqtni hujumga. cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol Hasanov. mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov, Zo'r, o'tdi. o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, Kirdi. Darvozalash. Mana Hasanov bizda o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar. 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov, Husanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hamma Hasanov. his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Go'zal. Va yana bitta. Oyoqlar orasidan. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun deydi. Shunday. Mashhur film. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganmiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turganimga bunaqa g'alaba qozonish zavqli bo'ladi. Mayli. Diqqatni yo'qotmaymiz, hali vaqt bor. Hali vaqt bor, hali kurashamiz. Yigitlar. Endi bari Saudiya risk qilib bo'lsa ham oldinga boradi.